Muzlik davri multfilmini ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Unga bitta hayvoncha bo'ladi. Faqat yong'oq bo'ladi. Qayerga borsa, yugurib o'sha harakatdan yong'oq qayerga bo'lsa, u o'sha bo'ladi-ku. Biz ham xuddi o'shanga o'xshab, uzum qayerga bo'lsa, biz ham shu yerga hozir turgan joyimiz Toshkent viloyati Qibray tumani. Keyingi ishlarimizni Xudo xolasa shu yerda davom ettiramiz. 5 yillik, 6 yillik uzum bog'lar navi Sug'diyona gigant navi mayizbog' Aslonoy. Sug'diyonadan qora kishmish, oq kishmishlardan qanaqa qilib mayiz tayyorlashu yetishtirishlarni hammasini aytib o'tamiz. Hozir qilayotgan mana bizda ish qurolimiz. Mana bu payvandlash italyanskiy sekator, stretch, izolenta, marker, permanent. Xo'p, bunisi qalamchalar. Hozir bu yoqqa bir qismi bizaga shu yilga 50 ga yaqin noyob uzum navlari bor. Xudo xolasa ko'chatni, qalamchalarini yetkazib beramiz.